Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan hayotingizdagi eng muhim masalalardan biri, ya'ni pensiyangizni yo'qotmaslik uchun shoshilinch choralar haqida gaplashmoqchiman. Bu oddiygina maslahat emas. Balki may oyining 1-kuniga qadar hal etilishi shart bo'lgan, kelajagingiz uchun kritik ahamiyatga ega bo'lgan jiddiy ogohlantirishdir. Agar siz bu ogohlantirishga beparvo bo'lsangiz, yillar davomida qilgan mehnatingizni tan olinmasligi va natijada pensiyangizning katta qismini yo'qotishingiz mumkin. Bu masala har bir fuqaroga, har bir oilaga tegishli bo'lib, sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun hoziroq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, chunki siz hozir eshitadigan ma'lumotlar chinakamiga bebavo shoshilinchdir. Avvallari pensiya tizimi ancha sodda edi yoki shunday tuyulardi. Asosiy hujjat sifatida mehnat daftarchasi xizmat qilardi. Bu qalin daftarcha har bir ishchining ish faoliyati haqidagi barcha ma'lumotlarni, ishga kirgan va chiqqan sanalarni, lavozimlarni, maoshlarni va hatto ba'zi bir mukofotlarni ham o'z ichiga olardi. Pensiya hisob kitobi asosan mana shu daftarchadagi yozuvlarga, shuningdek korxonalardan olingan maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalarga asoslanardi. Hamma narsa qog'ozda edi. Har bir yozuv muhr bilan tasdiqlangan, imzolar qo'yilgan edi. Ammo bu tizimning o'z kamchiliklari bor edi. Qog'oz hujjatlar yo'qolishi, arxivlarda buzilishi, ayrim yozuvlar xato yoki to'liq bo'lmasligi mumkin edi. Ko'plab korxonalar o'zgarib, qayta tashkil etilib yoki butunlay tugatilib ketganligi sababli eski hujjatlarni topish oson ish emas edi. Bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal olib borilmoqda. Ayniqsa mehnat munosabatlari sohasida yagona milliy mehnat tizimi, ya'ni YAMMT platformasi joriy etildi. Bu platforma barcha ishchilarning mehnat faoliyati haqidagi ma'lumotlarni elektron shaklda jamlashni maqsad qilgan. Go'yoki sizning butun ish tarixingiz bir joyda bir tugma bosish bilan ko'rinib turishi kerak. Bu kelajakda qulayliklar yaratishi shubhasiz. Biroq o'tish davri har doim o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi. YAMMT tizimiga asosan 2005 yildan keyingi ma'lumotlar avtomatik ravishda kiritilgan yoki kiritilmoqda. Ammo undan avvalgi davrlardagi, xususan Sovet davri va mustaqillikning dastlabki yillaridagi mehnat faoliyati haqidagi ma'lumotlar to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda mavjud ma'lumotlar noto'g'ri yoki to'liq emas. Bu degani sizning mehnat daftarchangizda yozilgan ba'zi ish davrlari, ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrlar elektron tizimda umuman aks etmasligi yoki xato aks etishi mumkin. Pensiya hisob kitobi hozirda asosan YAMMT tizimidagi ma'lumotlarga asoslanadi. Agar tizim sizning umumda yillik ish stajingizni ko'rmasa, bu yillar sizning pensiyangizni hisoblashda inobatga olinmaydi. Natijada siz kamroq pensiya olasiz. Go'yo shu yillar davomida ishlamagandek bo'lasiz. May oyining 1-kuniga qadar esa hukumat eski ma'lumotlarni tizimga kiritish bo'yicha eng so'nggi imkoniyatni bermoqda. Bu muddatdan keyin eski hujjatlarni tan olish ancha murakkablashadi. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Qaysi o'tibda ma'lumotnoma haqida gap ketyapti va ular nima uchun shunchalik muhim? Bu hujjatlar sizning o'tmishdagi mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi asosiy dalillar bo'lib, elektron tizimga kiritilmagan yoki noto'g'ri kiritilgan ma'lumotlarni to'g'rilash uchun zarurdir. Birinchi ma'lumotnoma. Mehnat faoliyati to'g'risida ma'lumotnoma ish stajini tasdiqlovchi hujjat. Bu ma'lumotnoma sizning mehnat daftarchangizda to'liq aks etmagan yoki umuman kiritilmagan ish davrlarini tasdiqlash uchun xizmat qiladi. Ko'pincha bu ma'lumotnoma ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrlar uchun korxona arxivlaridan yoki tashkilotning kadrlar bo'limidan olinadi. Nima uchun bu muhim? Pensiya miqdori bevosita umumiy ish stajiga bog'liq. Agar sizning stajingizda g'ira-shira davrlar bo'lsa, ya'ni mehnat daftarchangizda biron sababga ko'ra yozuvlar bo'lmasa yoki juda xato yozilgan bo'lsa, bu davrlar pensiya hisoblashda inobatga olinmasligi mumkin. Kolxozlarda ishlaganlar, uy-joy, kommunal xo'jaligida rasmiy bo'lmagan lavozimlarda ishlaganlar yoki kichik korxonalarda ishlaganlar, ayniqsa bu muammoga duch kelishi mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Bilmayman. 2005 yilgacha kolxozlarda, sovxozlarda yoki boshqa qishloq xo'jaligi korxonalarida ishlaganlar. Ko'pincha bu tashkilotlarda mehnat daftarchalariga yozuvlar tartibsiz kiritilgan yoki ayrim yillar uchun umuman kiritilmagan. Ikkinchi, mehnat daftarchasida yozuvlari noto'g'ri, chala yoki umuman yo'q bo'lgan shaxslar. O'tib bir necha bor ish joyini o'zgartirganlar, ayniqsa eski korxonalar hozirda faoliyat yuritmaydigan bo'lsa,
4 davlat idoralarida emas, balki xususiy sektorda, kooperativlarda yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlagan davrlari bo'lganlar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning mehnat daftarchangizda barcha ish davrlaringiz aniq va to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, barcha yozuvlar, muhrlar bilan tasdiqlangan bo'lsa va siz bir xil davlat tashkilotida uzoq muddat ishlagan bo'lsangiz va sizning ma'lumotlaringiz YAMT tizimida to'liq aks etgan bo'lsa. Lekin shunda ham xavotir olmaslik uchun o'z ma'lumotlaringizni tekshirib ko'rishingiz shart. Misol bir kolxozda ishlagan shaxs Fatima opa hozir 60 yoshda. 1970 yildan 1995 yilgacha qishlog'idagi Guliston kolxozida dehqonchilik qilib ishlagan. Uning mehnat daftarchasida faqat 1970 yilgi ishga kirganligi haqida bitta yozuv bor. Keyin 1995 yilda kolxoz tarqatilib, u ishdan chiqqanligi haqida boshqa bir yozuv bor. Oradagi 25 yil davomidagi har yili qancha ishlaganligi, qanday lavozimlarda bo'lganligi, hatto ba'zi yillar to'liq aks etmagan. YAMT tizimida esa kolxoz nomi umuman chiqmaydi yoki faqat 1-2 yil aks etadi. Fatima opa agar may oyining 1-kunigacha tuman hokimiyatining arxiv bo'limiga yoki sobiq kolxoz hujjatlari saqlanayotgan joyga murojaat qilib, o'zining 1970-1995 yillardagi mehnat faoliyati to'g'risida ma'lumotnoma olmasa, uning 25 yillik staji hisobga olinmaydi. Natijada u hatto pensiya olish huquqiga ham ega bo'lmasligi yoki juda kam pensiya olishi mumkin. Bu uning bir necha 10 million so'm puldan mahrum bo'lishiga olib keladi. Ikkinchi ma'lumotnoma ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma. Pensiya miqdorini hisoblashda nafaqat ish staji, balki ish haqi miqdori ham juda muhim. Odatda pensiya hisoblashda eng yuqori maosh olgan 5 yil yoki 2005 yilgacha bo'lgan istalgan davrdagi 5 yillik uzluksiz ish haqi olinadi. Agar bu ma'lumotlar elektron tizimda mavjud bo'lmasa, pensiya fondi avtomatik ravishda pastroq koeffitsiyentlar yoki eng kam ish haqini asos qilib olishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Nima uchun bu muhim? Ko'pchilikning maoshlari yillar davomida turlicha bo'ladi. Ba'zi davrlarda kishi juda yaxshi maosh olgan bo'lishi mumkin. Keyin esa boshqa sabablar tufayli maoshi pasaygan. Pensiya miqdori aynan eng yuqori maosh olgan davrlarga bog'liq bo'lganligi sababli bu ma'lumotnomani taqdim etish orqali siz pensiyangizni sezilarli darajada oshirishingiz mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? 2005 yilgacha bo'lgan davrda maoshlari yuqori bo'lgan, ammo hozirda bu ma'lumotlar YAMT tizimida aks etmayotganlar. 2. Korxonalar yopilganligi sababli maosh to'g'risidagi ma'lumotlarni olishda qiyinchiliklarga duch kelayotganlar. O'ti. Davlat tashkilotlarida ishlagan bo'lsa-da, ammo 90 yillarning oxiri va 2000 yillarning boshlarida buxgalteriya hisoboti to'liq bo'lmagan korxonalarda ishlaganlar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz kam ish haqi asosida hisoblangan bo'lsa va sizning yuqori maosh olgan davrlaringiz bo'lmagan bo'lsa, lekin shunga qaramay ma'lumotlaringizni tekshirishingiz juda muhim. Misol 2 yuqori maoshli mutaxassis. Akmal aka 62 yoshda. 1990 yildan 1995 yilgacha yirik davlat korxonasida bosh muhandis bo'lib ishlagan. O'sha davrda uning maoshi boshqa mutaxassislarnikidan ancha yuqori bo'lgan. Ammo 1995 yilda korxona xususiylashgan va keyinchalik bir necha bor qayta tashkil etilib o'z nomini o'zgartirgan. Akmal akaning mehnat daftarchasida yozuvlar bor. Lekin uning maoshi haqidagi ma'lumotlar YAMT tizimida to'liq aks etmagan. Pensiya fondi hozircha uning 2005 yildan keyingi o'rtacha maoshini asos qilib olgan. Bu esa 1990-1995 yillardagi maoshidan ancha past. Agar Akmal aka may oyining 1-kuniga qadar o'sha sobiq korxonaning hujjatlari saqlanayotgan arxivdan yoki uning vorisi bo'lgan tashkilotdan o'zining 1990-1995 yillardagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani olib topshirmasa, u har oyda pensiyasining 25-30%ini yo'qotadi. Bu har oyda 100 minglab so'm, umrining oxirigacha esa 10 millionlab so'm degani. 3-ma'lumotnoma pensiya jamg'armasiga badallar to'langanligi to'g'risida ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma ayniqsa yakka tartibdagi tadbirkorlar, fermerlar shartnoma asosida ishlaganlar yoki boshqa norasmiy ish joylarida ishlaganlar uchun muhimdir. Agar sizning mehnat daftarchangizda biron bir ish davri aks etmagan bo'lsa-da, ammo shu davrda siz pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy yoki majburiy badallar to'lagan bo'lsangiz, bu badallar sizning ish stajingizni va pensiya miqdorini aniqlashda asos bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotnomani hududiy pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki soliq idoralaridan olish mumkin. Nima uchun bu muhim?
ba'zi shaxslar, masalan, o'zini o'zi band qilganlar yoki kichik korxonalarda rasmiy shartnomalarsiz ishlaganlar o'z ish stajlarini isbotlashda qiynalishadi. Ammo ular o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga badallar to'lagan bo'lishlari mumkin. Bu badallar pensiya hisoblashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kimlar xavotir olish kerak? 1. Yakka tartibdagi tadbirkorlar, hunarmandlar, fermerlar, oilaviy korxonalar a'zolari bo'lgan va badallar to'laganlar. 2. Ish staji mehnat daftarchasida to'liq aks etmagan, ammo ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilgan davrlar bo'lgan shaxslar. 1938 yildan keyin xususiy sektorda ishlaganlar. Chunki bu davrdan boshlab pensiya jamg'armasiga to'g'ridan-to'g'ri badal to'lash tizimi joriy etilgan. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Davlat tashkilotlarida rasmiy ravishda ishlagan va barcha badallari ish beruvchi tomonidan to'langan shaxslar. Agar bu ma'lumotlar YMT tizimida to'liq aks etgan bo'lsa, misol 3 yakka tartibdagi tadbirkor Dilorom opa 78 yoshda. 1998 yildan 2008 yilgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida kiyim tikish sexi ochib ishlagan. Uning mehnat daftarchasida bu davr haqida hech qanday yozuv yo'q. Chunki u tadbirkorlik patent asosida ishlagan. Lekin Dilorom opa har oyda soliq idorasi orqali pensiya jamg'armasiga majburiy badallar to'lab kelgan. YMT tizimida uning bu 10 yillik ish staji umuman aks etmaydi. Agar Dilorom opa may oyining 1-kuniga qadar o'zining yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki soliq idorasiga murojaat qilib 1998-2008 yillardagi badal to'lovlari haqida ma'lumotnoma olmasa, uning 10 yillik tadbirkorlik faoliyati pensiya hisobida inobatga olinmaydi. Bu esa uning pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi va u 10 yil davomidagi mehnati uchun pensiya imtiyozlaridan mahrum bo'ladi. Endi esa eng muhim qismlardan biri istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Pensiya hisoblash tizimi murakkab mexanizm bo'lib, unda ko'plab mayda detallar mavjud. Biri tarqatib yuborilgan tashkilotlar. Agar siz ishlagan korxona yoki tashkilot o'zida faoliyat yuritmasa, undan ma'lumotnoma olish murakkablashadi. Bunday hollarda hujjatlar ko'pincha davlat arxivlariga, davlat arxivi, viloyat arxivlari, tuman arxivlari topshirilgan bo'ladi. Siz ushbu arxivlarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar arxivlarda ham topilmasa, unda sud orqali ish stajini tasdiqlash yo'li qoladi. Bu esa juda uzoq va qiyin jarayon. 2. Hujjatlar yo'qolgan yoki buzilgan bo'lsa, ba'zi hollarda korxona arxivlari yong'in, tabiiy ofatlar yoki boshqa sabablar tufayli yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda guvohlarning ko'rsatmalari muhim rol o'ynashi mumkin. Ammo pensiya tayinlashda guvohlik kamdan kam hollarda asos bo'ladi. Sud orqali ish stajini tiklashga harakat qilinadi. Mehnat daftarchasidagi xatolar. Ba'zi mehnat daftarchalarida xatolar o'chirilgan joylar, to'liq bo'lmagan yozuvlar uchraydi. Bunday xatolarni tuzatish uchun avvalo ish beruvchiga, agar korxona faol bo'lsa, murojaat qilish kerak. Agar bu imkonsiz bo'lsa, sud orqali xatolarni tuzatish mumkin. Ammo bu ham vaqt va pul talab qiladigan jarayon. May oyining 1-kuniga qadar bu masalalarni hal qilish juda qiyin bo'ladi. 4. Ish stajiga kiritiladigan ba'zi davrlar, faqat ish davri emas, balki boshqa davrlar ham pensiya hisoblashda inobatga olinadi. Masalan, harbiy xizmat davri harbiy bilet orqali tasdiqlanadi. Homiladorlik va tug'ruq ta'tillari, bolani parvarishlash ta'tillari, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, shifokor ma'lumotnomalari orqali tasdiqlanadi. Oliy o'quv yurtlarida o'qish davri faqat ma'lum bir muddatgacha ma'lum qoidalar asosida diplom yoki arxiv ma'lumotnomasi orqali tasdiqlanadi. Nogironlik davri tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi tamma xulosasi orqali tasdiqlanadi. Bular ham sizning stajingizni oshirishi mumkin. Shuning uchun bu hujjatlarni ham yig'ishni unutmang. 5. Pensiya hisoblashdagi turli qoidalar. Pensiya qonunchiligi yillar davomida o'zgargan. Ba'zi eski qoidalar siz uchun hozirgidan ko'ra qulayroq bo'lishi mumkin. Agar siz eski davrlar uchun kerakli ma'lumotnomalarni taqdim qilsangiz, pensiya fondi bu davrlarni eski qonunchilik asosida hisoblash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa sizga ko'proq pensiya olish imkonini berishi mumkin. 6. May oyining 1-kuni bu qat'iy muddat. Bu muddatdan keyin eski davrlarga oid ma'lumotlarni tasdiqlash uchun pensiya jamg'armasi qo'shimcha hujjatlar, sud qarorlari yoki boshqa murakkab jarayonlarni talab qilishi mumkin. Bu esa vaqtni, nervlarni va mablag'ni yo'qotish degani. Hatto eng oddiy ma'lumotnomani olish ham bir necha haftani olishi mumkin. Shuning uchun hoziroq harakatni boshlashingiz shart. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? 1.
mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Uning har bir sahifasini o'qing. Ishga kirgan, ishdan chiqqan sanalarni, lavozimlarni, muhrlar va imzolar joyida ekanligini tekshiring. Ish stajingizda g'ira-shira davrlar, ya'ni yozuvlari noto'g'ri, chala yoki umuman yo'q bo'lgan davrlar bormi? Ularni aniqlang. Ikkini barcha ish joylaringizni ro'yxatini tuzing. Qaysi yillarda qaysi tashkilotlarda ishlaganingizni aniq ko'rsating. Korxonaning to'liq nomi, ishga kirgan va chiqqan sanalar. Lavozimingizni yozing. Yuqorida aytib o'tilgan turdagi ma'lumotnomadan qaysilari sizga kerakligini aniqlang. Agar mehnat daftarchangizda g'ira-shira davrlar bo'lsa, mehnat faoliyati haqida ma'lumotnoma oling. Agar 2005 yilgacha yaxshi maosh olgan davrlaringiz bo'lsa, ish haqi haqida ma'lumotnoma oling. Agar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz yoki norasmiy ishlagan bo'lsangiz, badallar to'langanligi haqida ma'lumotnoma oling. 4. Kerakli arxivlar yoki tashkilotlarni toping. Agar korxona hozirda ham faol bo'lsa, korxonaning kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyasiga murojaat qiling. Agar davlat korxonasi tarqatib yuborilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivi, viloyat yoki tuman arxivlariga murojaat qiling. Odatda tuman hokimiyatlarining umumiy bo'limlarida ham eski arxiv hujjatlari saqlanishi mumkin. Agar xususiy korxona tarqatib yuborilgan bo'lsa, vaziyat murakkabroq bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda xususiy korxona hujjatlari ham davlat arxivlariga topshirilgan bo'ladi. Aks holda sud orqali masalani hal qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Kolxoz yoki sovxozlar tuman hokimiyatlarining qishloq xo'jaligi bo'limlari yoki arxivlariga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasiga badallar to'langanligi haqida ma'lumotnoma uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tuman soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. 5. Rasmiy so'rovnoma yozing. So'rovnomada o'zingizning to'liq ismingiz, pasport ma'lumotlaringiz, ishlagan davrlaringiz, lavozimingiz va aynan qaysi ma'lumotnomani olishni xohlayotganingizni aniq ko'rsating. Iloji bo'lsa, mehnat daftarchangizning nusxasi, pasport nusxasi kabilarni ilova qiling. 6. So'rovnomani topshiring va uning ro'yxatga olinganligini tasdiqlovchi hujjatni, kiritilgan sana va raqamni oling. So'rovnomangizning nusxasini o'zingizda saqlab qoling. 7. Murojaatingizga javob bo'lmasa yoki rad etilsa, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining hududiy bo'limlariga yoki xalq qabulxonalariga murojaat qiling. Ular sizga huquqiy yordam berishi mumkin. Tegis boshqa qo'shimcha hujjatlarni ham yig'ib qo'ying. Pasport, mehnat daftarchasi, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, diplomlar, nikoh guvohnomasi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, bu hujjatlar ham pensiya hisoblashda kerak bo'lishi mumkin. Unutmang, may oyining 1-kuni uzoq emas. Bugun qilinadigan harakatingiz butun umringiz davomidagi pensiyangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Yillar davomida qilgan mehnatingiz, to'lagan soliq va badallaringiz tizim tomonidan inobatga olinishi uchun hozirroq harakat qiling. Bu sizning qonuniy huquqingiz. O'zingizning pensiya kelajagingizga befarq bo'lmang. Aziz do'stlar, umid qilamanki bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Pensiyangizning har bir so'mi uchun kurashing. Bu sizning mehnatingiz mevasidir. Bugungi videodan xulosa shuki, may oyining 1-kuniga qadar yuqorida sanab o'tilgan 3 turdagi ma'lumotnomani olishga shoshiling. Bu sizning pensiyangizni to'liq hajmda olishingiz uchun oxirgi imkoniyatlardan biridir. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotlarni o'z yaqinlaringiz va tanishlaringiz bilan ham baham ko'ring. Ular ham bu muhim muddatdan bexabar qolmasinlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.